sir so'radim. Tofu. Ha. Mana ko'pana qiladi. Lekin balg'arini qo'rib yeyishiga men qo'yib. Voy, bitta tuxumda, voh. Shunchana qildim. Nima tuxum bilan qo'y? Voy, yana qayta ishlatyapti. Shunga tuxumni qo'ydi. Voy, yana so'rdi tuxumni. Bo'ldi. Ha, voy, qolgan qoldig'ini ham sho'rva qilib yubordi. Yana tuxum o'tyapti ichidan. Tuxum shunaqa defitsitmi? Go'sht bo'lsa ham shunaqa. Qimmat bo'lsa kerak-da. Ichidan ochib olmasin go'sht qilib. Voy, mara ichidan sug'urib o'tdi. Voy, yana omlet qilib yubordi. Voy, shuncha. Bugun o'zingga nima desa tuxumlik unaqa. Tuxumlik bo'ldi. Bu video qizlarga bag'ishlanadi. Kelinlarga bag'ishlanadi. Adasi bugun uyda go'sht yo'q edi desa, qarang bitta tuxumni o'zidan shuncha ovqat qilib berdi. Go'sht bilan 1 yil ovqat qilsa bo'lar ekan. Arzoni qiynatib olib beradi. Haligi xolaga o'xshab go'shtni pishirib bersangiz, uni 2 hafta chaynaydi.